alaykum Uzrep yangiliklari muxlislari. Mana bolalar, oradan 1,5 yil o'tib yana battle'ga start berdik. Demak, bu safar startimiz bolalar 25-noyabr kuni boshlandi bolalar. Kecha qilishimiz kerak edi, uspet qilmadik. Oldindan uzr so'rayman kamchiliklar uchun. Demak, birinchi o'ringa faqatgina pul qo'yilyapti 5 million so'm bolalar. 5 million so'm. Bemalol bolalar qatnashishlaring mumkin. Registratsiya mutlaqo bepul qilib qo'ydik. Telegramga bolalar kirasizlar. Telegramdan bemalol topasizlar. Ushbu Telegram bolalar opsiyaga qoldiraman. Telegramimiz adminda murojaat qilib bemalol trek topshirsangiz bo'ladi demak. Ya'ni qonun qoidalarini hammasini tushuntiraman. Video tarzida battle bo'ladi. Xohlang tagidan MP3 qo'ying. Xohlang saralash bo'ladi. Bolalar biz 16 ta ishtirokchini hakamlarimiz qabul qilib saralab berishadi va birinchi raundga keyin start beramiz. Xohlang saralashga bolalar jonli ijro video qiling. Farqi yo'q. Mana obrazeslar kanalda bor. Telegramga ham tashlaymiz obrazes. Qanaqa bo'lishi kerak? Prosta tak sizlarga obrazes. Demak, birinchi mavsumda qilganmiz, 2-3 ta ham qildik. Bolalar 4-mavsumga start berdik. Hakamlar bilan sizlarni birma-bir tanishtirsam, hakamlarga nisbatan negativ bo'lmasin. Iltimos, hakamlar men iltimos qilganim uchun ular hakamlik qilib berishdi. Birinchi hakamimiz Minor. Bolalar o'ziga yarasha tajribasi bor, ko'p narsani tushunadigan va bir marta bo'lsa ham battle'ga chiqqan. Demak, ikkinchi hakamimiz Fayzi. Uzrep.comda bolalar 2016-2017-yillar chempion bo'lgan. Uchinchi hakamimiz Hayot R23. U bolani battle'da tasvirlab berish shart emas. Battle MC'lar ko'pi tushunishadi. 4-hakamimiz bolalar Tanin, ya'ni Avaz. Demak, 5-hakamimiz Bad Boy. 6-hakamimiz ham bor edi, ammo Otash aka bilan aloqaga chiqa olmadik. Shuning uchun Bad Boyni iltimos qildik. Mayli, xo'p, hakamlik qilib beraman dedi. Demak, bolalar limit qanaqa bo'ladi? Saralashda 1 minutlik video bo'lsa bo'ldi. Bizga shart emas 5 minutlik video qilishingiz. Avtorskiy bit qilishga harakat qilinglar bolalar. 100% avtorskiy bo'lsin iltimos saralashga. Undan keyin birinchi raunddan bolalar biz sizlarga bit taqdim qilamiz. Oldingi battle'da ishlatilgan bitlarimizni ham Telegram kanalimizga tashlaymiz. Telegram kanalga kirasizlar va Telegram kanalda bolalar to'liq bitlar bor. 10 tadan oshiq bit bor. Shu birinchi, ikkinchi, 3-mavsumda ishlatilgan. Xohlasalaringiz shu bitlarni ham olib ishlatsangiz bo'ladi. U battle bitlar hozir ham aktualni. Demak, qanaqa bo'ladi hakamlarning qarori? Hakamlar qanaqa baholashadi? Demak, biz qaror qildikki, hamma bilan kelishgan holatda har bitta hakam bitta raund hakamlik qiladi. Va undan keyin bolalar reaksiya qiladi, o'zining fikrini bildiradi. Misol, Fayzi birinchi raundni baholab berdimi, Minorning reaksiyasi unga aloqasi yo'q. Misol, Minor baholab berdimi, ikkinchi raundni Fayzining fikri unga baholashga aloqasi bo'lmay qoladi. Har bitta hakam bitta raundni baholab beradi. Lekin saralashda Avaz, ya'ni Battle MC tajribasi borligi uchun Avaz bizga 16 ta ishtirokchini saralab beradi. Demak, hakamlar video tarzida murojaat qilishi mumkin. Agar sharoit bo'lmay qolib va возможность bo'lmasa, audio tarzda sizlarga baholab berishadi. Nima uchun, nima qilishdi, nima uchun baho qo'yishdi. Demak, hammaga mavzu, qonun qoida yasni tushunarli. Boshidan aytib o'taman, qonun qoidalarida ichida yana bitta narsa borki, ota-ona oilasini qo'shmaslik kerak va din haqida gapirmaslik kerak va siyosat haqida trekingizda mavzular bo'lmaslik kerak. Qolgani opponentga qaratilgan bo'lsa bo'ldi. Saralashga bolalar men boshladim degan mavzuni qildik. Demak, kutamiz bolalar. Muddatga keladigan bo'lsak, muddat 25-noyabrda start berildimi? Demak, 15-dekabrgacha treklarni qabul qilamiz. 20 kun vaqtingiz bor. 1 minutlik video qila olmasangiz, endi men bilmadim bolalar. Даже men 1 minutlik video qilib bera olaman 20 kun ichida. Men reper bo'lmasam ham. Demak, bolalar, hammaga qonun qoidalar tushunarli, hamma narsa yasni prekrasni bo'ldi. Hammaga omad tilayman. Battle MC'larga jo'natib qo'yamiz ushbu videoni. Videoga like bosib, kanalga a'zo bo'lishni unutmaymiz.